Imom G'azoliy qabr azobi 7-qism. Umuman qabr azobi haqida hadislar ko'p. Quyidagi mo'min musulmonlar e'tiboriga havola qilinayotgan ushbu risola Abu Homid Muhammad ibn Muhammad G'azoliy qalamiga mansub Kimyoyi saodat, saodat kimyosi asaridan erkin tarjima qilinib nashrga tayyorlandi. Endi ikki og'iz Imom G'azoliy haqida ma'lumot bersak, u zot 1058-yilda Tusda tug'ilgan. Yoshlik yillarida ilmga qiziqib madrasada ta'lim oldi. Muhammad al-G'azoliy o'zining o'tkir zakosi bilan boshqa talabalardan ajralib turardi. U Ahmad ibn Muhammad ar-Rasqoniydan fiqh ilmini o'rgandi. So'ngra Nishopurda zamonasining peshqadam ulamolaridan bilim oldi. Imom G'azoliy bir qator asarlar ta'lif etgandir. Fiqh ilmiga oid Bosit, Vajiz va Vosit singari asarlar yozdi. Imom G'azoliy yirik mutasaffif allomadir. U tasavvufda Abu Tolib al-Makki, Kushayri, Junayd al-Bag'dodiy kabi allomalar asarlaridan foydalanib, Ihyo al-Ulumuddin din ilmlarining tirilishi nomi asari yozdi. Bu asar keyinchalik Kimyoyi saodat nomi bilan mashhur bo'ldi. Keng kitobxonlar e'tiboriga taqdim qilinayotgan ushbu risola ham ana shu kitobdan olindi. Asadali Hakimjon, tarix fanlari nomzodi.